Jahon chempionlar chiqib, prezidentimizning qo'lidan yana qo'shimcha orden, medal va mukofotlar olish ham nasib. Hamma joyda ko'rasizlar, har bir qadamda yangi O'zbekiston islohotlari, yangiliklar, bu shuncha qisqa muddatda bunday o'zgarib, mana bunday universitetlar, qurilishlar, bitta universitetda aytyapman, men boshqa joyga chiqib, mana shu universitet ichidagi yangiliklar, buni hazm qilish o'zi emas. Hammasiga sababchi prezidentimiz. Biz bu davrni paxtada bo'lardik. O'shanda hokimlar bizdan paxtani rejasini talab qilardi. Dalada paxta yo bor, yo yo'q, bir shunday bir muhit bo'lardi. Prezidentimizga ming rahmat. Bugun o'qituvchi bir kishini qo'liga qaramaydi. Muhtaram prezidentimizning siyosiy irodalari bilan bugun ta'lim o'zini o'rniga qaytdi, ishlar o'zini o'rniga qaytdi. Biz chiqmasak ham, talaba o'quvchi chiqmasa ham Surxondaryo paxtani birinchi bo'lib bajardi.